Bugungi videomiz juda muhim mavzuga bag'ishlangan bo'lib, nafaqat ba'zi bir kishilarni, balki 3 yildan ortiq nafaqada bo'lgan har bir fuqaromizni bevosita qiziqtiradi. Agar siz yoki yaqinlaringiz ushbu toifaga kirsa, videoni bir soniya ham o'tkazib yubormang. Bu ma'lumot sizning nafaqangiz bilan bog'liq jiddiy muammolarning oldini olishga yordam beradi. Hozirda yo'q kanalimizga obuna bo'lib, ushbu foydali videoga like bosishni unutmang, chunki bu sizga yanada ko'proq foydali ma'lumotlar berishimizga yordam beradi. Core of the problem. Avvallari nafaqaga chiqqandan so'ng davlat idoralari bilan aloqa qilish zarurati kamedi. Nafaqaning o'zi avtomatik kelardi, ma'lumotlarni yangilash kamdan kam talab qilinardi. Bu tizim barqaror ishladi, yashash joyi o'zgarganda ham alohida e'tibor berilmasdi. Tizim o'z-o'zidan ishlaydi degan ishonch keng tarqalgan edi. Ammo endi vaziyat tubdan o'zgardi. Raqamlashtirish va davlat xizmatlarini modernizatsiya qilish doirasida nafaqa tizimiga muhim o'zgarishlar kiritildi. Bu o'zgarishlar ma'lumotlar bazasining dolzarbligini ta'minlashga qaratilgan. Davlat nafaqa tizimining shaffofligini oshirish, satolarni minimallashtirish va resurslardan samarali foydalanish maqsadida yangi mexanizmlarni joriy etdi. Endilikda ma'lum vaqtdan so'ng nafaqachilarning ma'lumotlarini muntazam yangilab turish zarurati paydo bo'ldi. Bu avvalgi bir marta rasmiylashtirdingizmi tamom yondashuvidan farq qiladi. Hozirda pensiya jamg'armasi nafaqa oluvchilarning shaxsiy ma'lumotlari, yashash manzili, hattoki oilaviy ahvolidagi o'zgarishlar haqidagi eng so'nggi ma'lumotlarga ega bo'lishdan manfaatdor. Bu ayniqsa 3 yildan ortiq muddat davomida nafaqa olib kelayotgan shaxslar uchun katta ahamiyat kasb etadi. Chunki bu davrda shaxsiy ma'lumotlarda turli va bu nafaqa miqdoriga hatto uning to'lanishiga ta'sir qilishi mumkin. Yangi qoidalar bo'yicha fuqarolar o'zlarining shaxsiy ma'lumotlarida yuzaga kelgan har qanday muhim o'zgarishlar haqida pensiya jamg'armasini xabardor qilishlari shart. Aks holda bu jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. Main part 1 demak, aynan nimalarni bilishimiz kerak va kimlar bu masalaga jiddiy yondashishi lozim. Asosiy qoida shuki, agar siz 3 yildan ortiq vaqt davomida nafaqa oluvchi bo'lsangiz, ma'lumotlaringiz pensiya jamg'armasi bazasida qayta ko'rib chiqishga muhtoj bo'lishi mumkin. Bu shaxsiy ma'lumotlaringiz, jumladan pasport, yashash manzili, oilaviy ahvolingizning dolzarbligi tekshirilishi kerakligini anglatadi. Bu har bir kishi uchun majburiy emas, lekin ma'lumotlarida o'zgarishlar bo'lganlar yoki uzoq vaqtdan beri ma'lumotlarini yangilamaganlar uchun juda muhim. Kimlar xavotir olishi kerak? Birinchidan, yashash manzilini o'zgartirganlar. Misol uchun, Toshkentda yashab, nafaqa olgan fuqaro Samarqand viloyatiga ko'chgan bo'lsa, u yangi yashash joyini rasmiylashtirishi va bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar berishi shart. Yangilanmasa, kelajakda nafaqa olishda muammolar yuzaga kelishi mumkin. Chunki bazada eski manzil ko'rsatilgan bo'ladi. Bu mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limi orqali olishda qiyinchiliklar tug'diradi. Ikkinchidan, pasport ma'lumotlari o'zgarganlar. Aytaylik, fuqaro eski pasportdan yangi ID kartaga o'tgan bo'lsa, ko'pchilik bu o'zgarishlarni pensiya jamg'armasiga ma'lum qilishni unutishi mumkin. Natijada yangi pasport ma'lumotlari bazada aks etmasligi mumkin. Bu esa hujjatlar bilan bog'liq satolarga olib keladi. Bank kartasiga nafaqa o'tkazishda yoki pochta orqali olishda nomuvofiqliklar yuzaga kelishi mumkin. Uchinchidan, oilaviy ahvolida jiddiy o'zgarishlar bo'lganlar. Bu asosan boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oluvchilar uchun muhim. Agar nafaqashor o'z oilaviy ahvolini o'zgartirsa, masalan qayta turmush qursa, bu ba'zi nafaqa turlari uchun muhim bo'lishi mumkin. Har qanday oilaviy ahvol o'zgarishini bildirish maqsadga muvofiq. To'rtinchidan, ilgari ishlagan va endi ishlamayotganlar yoki aksincha. Ba'zi nafaqa turlari ishlovchi nafaqashorlarga alohida qoidalar asosida to'lanishi mumkin. Agar siz nafaqaga chiqqandan so'ng ishlashni boshlagan bo'lsangiz, lekin pensiya jamg'armasini xabardor qilmagan bo'lsangiz, bu keyinchalik muammolarga olib kelishi mumkin. Ishlashni to'xtatgan bo'lsangiz ham, bu ma'lumotni yangilash foydali bo'ladi. Chunki bu nafaqa miqdoriga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan qo'shimcha imtiyozlarni olish imkoniyatini ochishi mumkin. Misol, pensioner Dilshod aka 83 yosh 3 yildan beri nafaqada. Avval u bir korxonada qo'shimcha ishlagan, lekin 6 oy avval ishdan ketgan.
agar ubu ma'lumotni pensiya jamg'armasiga bildirmagan bo'lsa, uning nafaqasi miqdori keyinchalik qayta hisob kitob qilinishi va ortiqcha to'langan summa undirilishi mumkin. O'z vaqtida sabr berganida bu muammolardan qochgan bo'lardi. Kimlar sabotir olmasligi kerak? Agar siz nafaqaga chiqqaningizdan beri yildan ortiq vaqt o'tgan bo'lsa-da, shaxsiy ma'lumotlaringizda pasport, manzil, oilaviy ahvol hech qanday o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, sizning holatingizda ma'lumotlarni yangilash zarurati kamroq bo'lishi mumkin. Biroq pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, ma'lumotlaringizning dolzarbligini tasdiqlash uchun murojaat qilish ortiqcha bo'lmaydi. Bu kichik qadam kelajakdagi har qanday nomuvofiqliklarning oldini oladi. Negaki ba'zida tizimda xatoliklar yuzaga kelishi yoki ma'lumotlar bazasida sizga bog'liq bo'lmagan holda eskirgan ma'lumotlar qolishi mumkin. Shuning uchun xotirjamlik uchun pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, ma'lumotlaringizni tekshirish eng to'g'ri yo'l hisoblanadi. Misol, artiqcha yoshli bibi Oysha 3,5 yildan beri nafaqada, manzili ham, pasport ma'lumotlari ham o'zgarmagan. U xavotir olmasa ham bo'ladi, lekin bitta murojaat orqali u kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan kichik xatoliklarning oldini olgan bo'ladi. U bor yo'g'i shaxsini tasdiqlovchi hujjat bilan pensiya jamg'armasiga borib, ma'lumotlarim joyidami deb so'raydi. Bu oddiy harakat uni qoplab bo'sh og'riqlaridan xalos etishi mumkin. Muhim eslatma. Ushbu qoida asosan davlat pensiya ta'minoti tizimidan nafaqa oluvchilarga taalluqlidir. Agar siz harbiy yoki maxsus tizimlardan nafaqa oluvchi bo'lsangiz, o'z idoralaringiz bilan bog'laning va ma'lumotlarni aniqlashtiring. Main part 2 har qanday qoidada bo'lgani kabi bu yerda ham ba'zi istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan nozik jihatlar va kutilmagan vaziyatlar mavjud. Birinchi muhim nuanses avtomatik ma'lumot almashinuvi. Hukumat idoralari o'rtasida ma'lumot almashinuvi tizimlari doimiy takomillashib bormoqda. Ba'zi ma'lumotlar, tug'ilish olim, pasport ma'lumotlaridagi o'zgarishlar avtomatik yangilanishi mumkin. Masalan, fuqaro yangi ID karta olganida uning ma'lumotlari markaziy ma'lumotlar bazasida avtomatik yangilanadi. Nazariy jihatdan pensiya jamg'armasi bu ma'lumotlarni o'z tizimiga avtomatik tartib olishi kerak. Ammo amaliyotda ayniqsa keksa fuqarolar bilan bog'liq holatlarda bu tizim har doim ham mukammal ishlamaydi. Tizimda xatoliklar, ma'lumotlar, o'tkazishda kechikishlar yoki texnik nosozliklar yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun hamma narsa avtomatik ravishda bo'ladi degan umidda o'tirmasdan shaxsan o'zingiz tekshirishingiz juda muhim. Misol uchun nafaqaxo'r ma'mura Sola 75 yosh, 2 yil avval yangi ID karta olgan. U ma'lumotlar avtomatik yangilanadi deb o'ylagan. Lekin uning nafaqasi bankka tushishda kechikishlar yuzaga kelgan. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilganida uning eski pasport ma'lumotlari hali ham bazada turgan ekan. Yangilash uchun ariza yozgachgina muammo hal bo'lgan. Bu shuni ko'rsatadiki, tizim qanchalik avtomatlashtirilgan bo'lmasin, shaxsiy nazorat har doim muhimdir. Ikkinchi nozik jihat kasallik yoki chet elda bo'lish. Ba'zi fuqarolar sog'ligi yoki uzoq muddat chet elda bo'lganligi sababli ma'lumotlarni yangilash uchun bevosita murojaat qila olmasliklari mumkin. Bu holatda notarial tasdiqlangan ishonchnoma asosida qonuniy vakil, yaqin qarindoshlar pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, zarur ma'lumotlarni taqdim etishi mumkin. Agar fuqaro davlat muassasalarida, qariyalar uyi yoki kasalxona bo'lsa, ushbu muassasa ma'muriyati ham tegishli tartibda harakat qilishi mumkin. Misol, Qosim ota 80 yosh, kasallik tufayli to'shakda yotibdi. Uning o'g'li notarial tasdiqlangan ishonchnoma asosida pensiya jamg'armasiga otasining ma'lumotlarini yangilash uchun murojaat qilgan. Bu bilan u otasining nafaqasi bilan bog'liq muammolarni oldini olgan. 3-pitfol, internet orqali murojaat qilish imkoniyatlari davlat xizmatlarining aksariyati raqamlashtirilmoqda va yagona interaktiv davlat xizmatlari portali YIDXP orqali ko'plab xizmatlarni olish mumkin. Pensiya jamg'armasiga ma'lumotlarni yangilash bo'yicha onlayn murojaat qilish imkoniyatini ham ko'rib chiqish kerak. Garchi keksa fuqarolar uchun bu qiyinchilik tug'dirsa-da, ularning yosh qarindoshlari yordam berishlari mumkin. Hozirda pensiya jamg'armasi tomonidan ma'lumotlarni onlayn yangilash bo'yicha aniq mexanizm mavjud masligi sababli shaxsiy tashrif yoki yaqin qarindoshlar orqali murojaat qilish tavsiya etiladi.
Biroq maslahat olish, ma'lumotlarni tekshirish yoki navbatga yozilish kabi amaliyotlarni onlayn amalga oshirish mumkin. Bu haqda YDXP web saytida yoki pensiya mobil ilovasida ma'lumot olish mumkin. 4-nonsiz muddatning ahamiyati. Aprel oyining oxirigacha degan muddat shunchaki tavsiyaviy emas, balki juda muhim. Bu muddatdan o'tib ketish nafaqa to'lovlarining vaqtincha to'xtatilishiga yoki murakkabliklarga olib kelishi mumkin. Pensiya jamg'armasi ushbu muddatdan keyin ma'lumotlari yangilanmagan shaxslarning to'lovlarini avtomatik tarzda muzlatib qo'yishi mumkin. Bu vaqtinchalik chora bo'ladi va ma'lumotlar yangilangandan so'ng to'lovlar qayta tiklanadi. Ammo bu davrda nafaqa shormodi qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Shuning uchun bu muddatga jiddiy e'tibor berish va iloji boricha tezroq harakat qilish zarur. Misol, 70 yoshli Gulnora opa aprel oxirigacha ma'lumotlarini yangilashga ulgurmagan. May oyining boshida uning nafaqasi bank kartasiga tushmagan. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilganida unga ma'lumotlarni yangilash kerakligi aytilgan. Ma'lumotlarni yangilagandan so'ng nafaqa qayta tiklangan, lekin umay oyini nafaqasiz o'tkazishga majbur bo'lgan. 5-nozik jihat pensiya jamg'armasi xodimlari bilan muloqot. Pensiya jamg'armasi bo'limlariga murojaat qilganingizda ba'zida xodimlar kutilmagan hujjatlar talab qilish yoki vaziyatni to'liq tushunmasligi mumkin. Bunday holatlarda sush muomalalikni saqlagan holda vaziyatingizni batafsil tushuntirish va agar kerak bo'lsa yuqori turuvchi rahbarlarga murojaat qilishdan tortinmang. O'zingiz bilan har doim shaxsiy guvohnoma, pasport yoki ID karta va nafaqa guvohnomasini olib boring. Ba'zan hatto oilaviy ahvolni tasdiqlovchi hujjatlar ham talab qilinishi mumkin. Shuning uchun bu hujjatlarni ham tayyorlab qo'yish maqsadga muvofiqdir. Practical advice so'sh aynan nima qilishimiz kerak? Qo'rquvga tushmasdan sotirjamlik bilan harakat qilish lozim. Mana sizga aniq qadamlar ketma-ketligi, vaziyatingizni tahlil qiling, nafaqaga chiqqaningizdan buyon qancha vaqt o'tganini aniqlang. Agar 2 yildan ortiq vaqt o'tgan bo'lsa, keyingi bosqichga o'ting. Oxirgi 2 yil ichida shaxsiy ma'lumotlaringizda pasport seriyasi va raqami, yashash manzili, oilaviy ahvol, ish joyi o'zgarishi, biror o'zgarish bo'lganmi yoki yo'qligini eslab ko'ring. Agar biror o'zgarish bo'lgan bo'lsa, siz albatta pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingiz kerak. Agar hech qanday o'zgarish bo'lmagan bo'lsa ham profilaktika maqsadida murojaat qilish tavsiya etiladi. Zarur hujjatlarni to'plang. Shaxsiy guvohnoma, yangi ID kartangiz yoki pasportingiz bo'lishi shart. Agar eski pasportingiz bo'lsa va uni ID kartaga almashtirgan bo'lsangiz, albatta yangi ID kartani olib boring. Asl nussasi va nussalari ham kerak bo'lishi mumkin. Nafaqa guvohnomasi, nafaqa so'ar ekanligingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat hisoblanadi. Yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar. Agar manzilingiz o'zgargan bo'lsa, yangi ro'yxatdan o'tganlik, propiska haqidagi ma'lumotlar kerak bo'ladi. Bu pasport yoki ID kartadan olinadi. Oilaviy ahvolni tasdiqlovchi hujjatlar. Agar oilaviy ahvolingiz o'zgargan bo'lsa, masalan, turmush qurganlik, ajrashganlik, boquvchisini yo'qotganlik holati. Tegishli guvohnoma, nikoh guvohnomasi, ajrim guvohnomasi, o'lim haqidagi guvohnoma kerak bo'lishi mumkin. Mehnat daftarchasi nussasi agar tegishli bo'lsa, agar nafaqaga chiqqandan keyin ishlagan bo'lsangiz va ish joyingiz o'zgargan bo'lsa, bu ma'lumotlar ham talab qilinishi mumkin. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Qayerga borish kerak? Doimiy yashash manzilingiz bo'yicha pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga murojaat qiling. Bu yangi ishonchli va tezkor yo'l. Navbatga yozilish. Ba'zi bo'limlarda oldindan navbatga yozilish tizimi mavjud. Bu jarayonni YID ekspertsi orqali yoki pensiya jamg'armasining mahalliy telefon raqamlari orqali aniqlab olishingiz mumkin. Bu vaqtingizni tejaydi. Murojaat sababi pensiya jamg'armasi xodimiga nafaqa ma'lumotlarini yangilash yoki ularning dolzarbligini tasdiqlash uchun murojaat qilyapman, chunki 3 yildan ortiq nafaqada bo'lganman deb ayting. Ariza yozish. Ehtimol sizdan standart ariza shaklini to'ldirish so'raladi. Unda o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni, nafaqa guvohnomasi raqamini va agar bo'lsa, o'zgarishlarni ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Ba'zan faqatgina pasportingizni ko'rsatish va ma'lumotlaringizni tekshirish kifoya qiladi. Pensiya jamg'armasi
Iqtisodimi sizga qanday hujjatlar kerakligini va qanday shakilni to'ldirish kerakligini aniq aytib beradi. Sizning vazifangiz barcha ma'lumotlarni to'g'ri va aniq taqdim etish. Pat tekshirish va tasdiqlash. Murojaatingizdan so'ng pensiya jamg'armasi xodimlari ma'lumotlaringizni o'z bazalari bilan solishtirib tekshirishadi. Agar ma'lumotlar mos kelsa, ular bu haqda sizga og'zaki yoki yozma ravishda tasdiqlashlari mumkin. Agar nomuvofiqliklar aniqlansa, qanday qadamlar qo'yish kerakligini tushuntiradilar. Ma'lumotlaringiz muvaffaqiyatli yangilangandan so'ng so'tirjam bo'lishingiz mumkin. Keyingi 3 yil davomida yana bu kabi jarayonni takrorlash shart bo'lmaydi. Agar shaxsiy ma'lumotlaringiz dopata munma nyan ipazo dan gar paradi ish aktakta dar yuzaga kelmasa, boshqa imkoniyatlar yagona interaktiv davlat xizmatlari portali YDXP orqali ma'lumotlarni to'liq yangilash hozircha onlayn tizimda to'liq yo'lga qo'yilmagan bo'lishi mumkin. Ammo bu portal orqali pensiya jamg'armasi bilan bog'lanish, maslahat olish yoki ba'zi ma'lumotlarni elektron shaklda taqdim etish imkoniyatlarini o'rganish mumkin. Elektron navbatga yozilish funksiyasi ham mavjud. Pensiya mobil ilovasi. Bu ilova orqali ham nafaqa bilan bog'liq ma'lumotlarni tekshirish, shaxsiy hisobingiz holatini kuzatish va ba'zi so'rovlarni yuborish imkoniyatlari mavjud. Ushbu ilovani yuklab olish orqali ko'plab savollaringizga javob topishingiz mumkin. Unutmangki, aprel oyining oxirigacha vaqt oz qoldi. Ushbu muhim vazifani keyinga qoldirmang. Bu sizning moliyaviy barqarorligingiz va xotirjamligingiz uchun juda muhimdir. Conclusion and final hook xulosa qilib aytganda, 2 yildan ortiq nafaqada bo'lgan har bir fuqaro o'z ma'lumotlarini aprel oyining oxirigacha pensiya jamg'armasida yangilashi juda muhim. Bu oddiy qadam kelajakda nafaqa olish bilan bog'liq ko'plab muammolarning oldini oladi. Sizning shaxsiy ma'lumotlaringizning dolzarbligi nafaqa tizimining uzluksiz va samarali ishlashini ta'minlaydi. Shuning uchun iltimos o'zingiz yoki yaqinlaringiz uchun bu masalani e'tibordan chetda qoldirmang. Umid qilamanki, ushbu video sizga barcha zarur ma'lumotlarni berdi. Sizning fikrlaringiz va savollaringiz biz uchun juda muhim. Ushbu mavzu bo'yicha qanday fikrdasiz? Siz shunga o'xshash vaziyatlarga duch kelganmisiz? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero biz siz uchun doimo foydali va muhim ma'lumotlarni ulashishda davom etamiz. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Ularning g'amini yengillating.